Diqqat, O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. O'zbekistonda dabdabali to'y va ma'rakalar endi taqiqlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda to'y va dabdabali ma'rakalarga qarshi guruh tuzildi. To'y va marosimlarda isrofgarchilikka chek qo'yish, odob, axloq va milliy qadriyatlarni targ'ib etish maqsadida yangi 90 kunlik dastur ishga tushirildi. Dastur Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, mahalla uyushmasi, din ishlari bo'yicha qo'mita, xotin-qizlar qo'mitasi va Nuroniy jamg'armasi hamkorligida amalga oshiriladi. Asosiy maqsad maromiylik madaniyatni shakllantirish, ortiqcha isrofni oldini olish, to'y va ma'rakalarni ixcham va milliy an'analarga mos o'tkazish deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Xabarlarimiz keng va tez tarqalishi uchun obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.